Avtosalonga yangi Damas kelibdi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz narxini bilib olasiz. Hozir biz eskisi bilan nima farqi bor va nima qulayliklari paydo bo'lganini birgalikda ko'rib chiqamiz. So'zsiz tashqi ko'rinishi bo'yicha yangi Damas chiroyliroq, lekin nimaga hali ham farli galogen? Biz bilgandik, biz kutgandik, hamma motor o'zgarishini kutgandi. 1.2 litrli 81 ot kuchi yoki 1.5 litrli 103 ot kuchi quvvatiga ega atmosfera bosimida havo so'rib oladigan dvigatellar endi Damasni olg'a suradi. 1.2 litrli motor 5 pog'onali, 1.5 litrlisi esa 6 pog'onali mexanik transmissiya bilan jihozlangan. Doimgidek orqa privod kuchda va endi u 14 dyuymli disklarda. Eng katta farq esa albatta salonda. Endi torpeda o'ziga xos va haydovchi doim mana bunday avtomobil haydash shart emas. O'rindiq endi oldinga ham orqaga ham suriladi. Bundan tashqari uni suyangichini ham sozlash imkoniyati bor. Qulayliklar bu bilan tugamaydi. Endi elektroprivodga ega bo'lgan rulni aylantirish anchagina osonroq bo'ladi. Pechka va konditsionerimiz ham bor. Bu esa yozda Damasda eng kerak narsalardan biri. Audio tizimni ham unutmaymiz. Sodda bo'lsa ham bor. Endi knopka yordamida oynani chiqarib tushirish imkoniyati bor, lekin avtomat rejim yo'q. Okay, L9 nima qilasiz? Bunda ham 3 ta qator, ikkinchi qatorda kapitanskiy sideniyalar, qarang sozlanishini, Damasda bunaqasini faqat orzu qilingan. To'g'ri, abagrev, abduf, massaj haqida gap ketmayapti, lekin ikkinchi qator uchun naq 4 ta deflektor, hatto havo oqimini sozlash ham mumkin. Mesorobkani yaxshilab aylantiradigan bo'lsangiz, oynani ochib yopishingiz ham mumkin. Lekin eski kasallardan bittasi joyida qolib ketdi. U ham bo'lsa eshikning ruchkasi. Eshiklardan Damasda doim sinib ketadi. Buni ham yechimi bor, bilasiz-ku. Calypso kompaniyasi maxsus metaldan quyma ushbu ruchkalarni ishlab chiqarishadi va sizga yetkazib berishadi. Mana bunaqa bitta parini olasizda bemalol o'rnatasiz. Bu qattiq, bu uje sinmaydi uncha-munchaga bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Olasiz, almashtirasiz. Calypso hamma do'konlarga tarqatishadi. Ja bo'lmasa Sergelidan yoki o'zingizga yaqin bo'lgan Calypso do'konidan buni topishingiz mumkin bo'ladi. Esingizda qoldi bu. Davom etamiz. Qarang, 3-qatorga bemalol ikkita o'rindiq orasidan o'tsa bo'ladi. Tirikchilik nima bo'ladi? 8 ta odam sig'ardi eskisiga. Bunisi 7 ta ekan deysizlarmi? Yo'q. Bundan bitta pozitsiya pasi. Bizda obzorda eng to'pli pozitsiya. 8 ta o'rindiq bemalol sig'diradi. 3-qatorga bemalol o'tdim. Eng qizig'i bo'tdi. Oynani ochib qo'yish mumkin 3-qatorda. Endi qaranglar, o'rindiqni ko'tarib qo'ygan taqdiringlarda ham bizda yukxonada ozgina bo'lsa ham joy qoladi. Menimcha buni tez orada gaz baloniga moslashtirib yuborishsa kerak-a. O'rindiqni taxlash qanchalik osonligini ko'rsangiz, hayron qolasiz. Marhamat, hamma yoqda xavfsizlik kamarlari, mashina yaxshi o'ylangan. Aytgancha bizda airbaglar ham bor. Yangi Damas yoki Chevrolet'ni boshqa modellari kerak bo'ladigan bo'lsa, PSM Avtoga Malika bozori yoniga to'g'ri kelaverasizlar. Narxlarni ko'ramiz. Kelinglar. Damas Max yuk tashiydigani 134 million 439 ming so'mdan boshlanar ekan. Damas Move odam tashiydigani 139 million 675 ming so'mdan boshlanar ekan. Biz ko'rgan versiya esa eng topi 154 million 128 ming so'm. Sizlarga yoqdimi yoki eski Damas yaxshimidi? Fikrlarni kommentariyada qoldirib ketinglar.